هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ahzab tefsiri 6. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ahzab suresi 6. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Peygamber müminlerge ulanın öz nefsillerinden mu çağrıdır. Peygamberinin ayalları ulanın anılarıdır. Kitabullah'da uruk tukkanlarının bazısı miras ilişte müminlerden ve muhacirlerden yakındır. Lekin müminlerden ve muhacirlerden boğan dostlarınlağa vesiyet kıysanlar dürüst boludu. Bu, yani tukkanlarının özara mirasqı varislik kılışı kitapta, yani Allah'ın kitabıda yazılgandır. Peygamberinin hemmedin söyümlük ikenliki ve onun ayallarının müminlerinin anılarının orunda ikenliki doğrusudur. Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'ın öz ümmetiga köyümçan ve ulağı doğru yol gösterdiğin kişi ikenlikini ilmi azilide bildi de onu ulağı öz nefsillerinden mu söyümlük kıldı. Onun hükmünü ula içinde ulağının öz ihtiyarlıqıdan aldığınqı orunu koydu. Allah Teala bu vakti mındaqdaydı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbin bilen qasam ki ula, yani münafıqlar öz arasındaki dert alaşqa seni hüküm çıkarışqa teklif qilmagıcha, ondan senin çıkargan hükmünge ulanın dillerdeki qilchi g'um bo'lsumu yo'qolmagıcha ve ula bütünley boysunmagıcha iman etgan bo'lmaydi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İmam Bukhari Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivayet qiladi. Mening jinim ilkida bo'lgan zat Allohning nomi bilan qasamki, sizlarning biringlar men uning jinidan, pul milidan, avlodidan, butkul insonlardan söyümlük bo'lmagicha iman etgan bo'lmaydi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İmam Bukhari Ömer radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivayet qiladi. Ey Allah'ın peygamberi, Allah bilen qasam ki sen bana jinimdan başqa hamma narsadan söyümlüksen dedi. Peygamber aleyhisselam, yo'q ey Ömer, men sana jiningdan mı söyümlük bo'lishim kerak dedi. O, ey Allah'ın peygamberi, Allah bilen qasam ki sen bana çoqum hamma narsadan hatta ki jinimdan mı söyümlüksen dedi. Peygamber aleyhisselam, mana emdi bo'ldi ey Ömer dedi. Şunun için Allah Teala bu ayette mundaq dedi. Peygamber müminlerge ulanın öz nefsillerinden mu çağrıdır. İmam Bukhari Sahih Bukhari'nin tefsir babıda bu ayet-i kerime hakkında Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivayet kılıdı. Men müminge dünya ve ahirette en söyümlük insan bulmagıca o hakiki mümin bulalmaydı. Xalisanla Peygamber müminlerge ulanın öz nefsillerinden mi çağırdır degen bu ayetini okunla. Qaysı mümin kişi baylık kaldırıp alemden ötse o baylıkka onun tutkanları varislik qilsin. Eğer qarz qaldırıp ketken yoki ziyonga uchragan bo'lsa mening yanamga kelsin.
men uning egisiman. Subhanalloh. Peygamberning ayollari ularning onalaridir. Yani ular bilan nikah qilishning harom qilinishi, ehtirom bildirish, hurmat qilish, izzat va ikrom bildirishda o'zlarining onalarining o'rnidadir. Lekin ular bilan yolg'iz bir yerda turish bo'lsa, durust emasdir. Ular bilan nikahlanishning harom qilinganligidan iborat hukm ularning qizlarini va hamshiralarini o'z ichiga olmaydi. Bu olimlarning birlikka kelgan ko'z qarshidir. Kitabullahda urug' tuqqanlarning ba'zisiga miros elinsa, mu'minlardan va muhojirlardan yaqindir. Urug' tuqqanchilik Allah Teala'nın hükmüde, yani miras elişte muhacirlar ve ansarilardan yaqindir. Bu ayetning hükmü onundan ilgirki qasam bilan ve ularning orasidagi o'rnatilgan qarindoshlik bilan miras oladigan hukmni amaldan qoldirdi. İbn Abbas radıyallahu anhuma ve boshqalar mundaq deydi. Bir muhacir bir ansaridan onunla hiç qandaq tuqqan yoki nasabdosh bo'lmasdan Peygamber aleyhisselam ularning orasida o'rnatib qo'ygan qarindoshlikning yuzasidanla miras oladi. Bu vaqtda Said ibn Jubayr ve başka salaf ve halaf ulamolarmi mushundaq dedi. Lekin mu'minlardan ve muhacirlardan bo'lgan do'stlaringlarga vasiyat qilsanglar durust bo'ladi. Yani miras urug' tuqqanlarning orasida bo'ladi. Ammo o'zaro yordam qilish, yaxshilik, sil-rahm, ihson va vasiyat qilish bo'lsa, mangulikdir. Bu, yani tuqqanlarning o'zaro mirosga varislik qilishi kitobda, yani Allohning kitobida yozilgandir. Mujahid ve bir qancha kishilar mundaq deydi. Urug' tuqqanlarning bir-biriga varislik qilishidan iborat bu hukm Allah Teala tarafidan belgilangan. O'zgartilmas kitob Lavhul Mahfuzda yozilgan hukmdir. Gerçi uningda yetarlik hikmatning bo'lganligi uchun Allah o hükümni bir mezgil onun aksicha yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, Allah kelgusida o'zining uni bekor qilib, azalda belgilagan va shar'iy qilib o'rinlashtirgan hukm bo'yicha ijro qiladiganligini biladi. Allah Teala hammani bilguchidir. Öz vaqtida biz payg'ambarlardan ahd oldik. Sendin Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan mahkem ahd oldik. Allah kıyamet günü rastçıllardan rastçıllık doğruluk soraydı. Yani peygamberlerden peygamberlikini yetkizgenlikini soraydı. Allah kafirlara qattiq azap tayyorladi. Peygamberlerinin Çin ahdi ilish to'g'risida, peygamberlerden Çin ahdi ilish to'g'risida. Allah Teala bu ayette iradelik 5 peygamberden ve başka peygamberlerden Allah Teala'nın dinini berpa qilish, peygamberlikni yetkizish, o'zaro yordamda bo'lish ve ittifoq bo'lish uchun ahdi olganligidan xabar berdi. Bu haqda Allah Teala mundaq deydi. Öz vaqtida Allah peygamberlerden Çin ahdi ilib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qiluvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavbalaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmi sizlar bilan birga guvoh bo'lg'uchilardandirman dedi. Bu ularni payg'ambar qilib avatgandan keyin ulardan ilingan ahdidir.
Shundaqla ularning orasidan ana shu 5 payg'ambar irodalik payg'ambarlardir deb ochiq ko'rsatildi. Hamda bu 5 payg'ambar bu oyatda va Alloh taolaning tövendiki oyatida ochiq tilga ilindi. Allah sizlarga dindan Nuhga tavsiya qilgan narsani sana, ya'ni Muhammad alayhisalom biz vahiy qilgan narsani Ibrohimga, Musaga va Isoga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar. Dinda tafriqchilik qilmanglar. Bu oyatda bu 5 payg'ambarning birinchisi Nuh alayhisalom, eng oxirgisi Muhammad alayhisalom. Nuh alayhisalomdan keyin Ibrohim, Musa va Iso alayhisalomlarni tartib bo'yicha tilga ilindi. Allah Teala ulardan mana bu tavsiya bilan chin ahd oldi. Bu vaqtda Allah Teala mundaq deydi, mundaq degan. Öz vaqtida biz payg'ambarlardan ahd oldik. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan mahkam ahd oldik. Ahirki payg'ambar Muhammad alayhisalom eng sharafli payg'ambar bo'lganligi uchun bu oyatda senden deb uning bilan boshladi. Ondan qolgan payg'ambarlarni Alloh taolaning salomlari ularga bo'lsin, o'z tartibi bo'yicha zikr qildi. Allah qiyomat kuni rostchillardan rostchillik to'g'riliq so'raydi. Mujahid payg'ambarlarning da'vatini yetkazganligidan da'vatni yetkazganligi to'g'riliq so'raydi dedi. Payg'ambar Mujahid payg'ambarlarning da'vatini yetkazganlardan da'vatni yetkazganligi to'g'riliq so'raydi dedi. Allah kafirlarga qattiq azob tayyorladi. Ya'ni payg'ambarlarning ummatlaridan kafir bo'lganlarga alamlik azobni tayyorladi. Biz payg'ambarlarning Robbining elchiligini yetkazganligiga, ummatlariga va'z nasihat qilganligiga, ularning ummatlarga hech gumon va shak bo'lmagan ro'shan, ochiq, oshkora haqni tafsili bayon qilganligiga guvohlik beramiz. Gerçi ularni nadan, tersa, murtad, zolimlar inkor qilgan bo'lsa-mu, payg'ambarlar elib kelgan narsa baribir haqdir. Payg'ambarlarga dushmanlik qilgan odam gumrohlikdir. Bu haqda ahli jannat mundaq deydi. Rabbimizning payg'ambarlari bizga haqni elib keldi. Ey mu'minlar, Allah'ның sizlarga bergan ne'matini aslanglar. Öz vaqtida ustinglarga kuffarlardan uyushgan urushchi qo'shin kelgan edi. Biz ularga qarshi bo'ron va sizlarga ko'rinmaydigan qo'shin, ya'ni farishtalarni avatdik. Allah sizlarning qilgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Ayni vaqtda ular yuqori tarafinglardimi, to'van tarafinglardimi hujum qilib kelgan edi. Bu çağda ko'zinglar chekchiyib qolgan, yurikinglar og'zinglar qaplashib qolgan, Allah haqqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. Ahzab g'azitining bayoni to'g'risida Allah Taala bu oyatda mu'min bandalariga ato qilgan ne'matini, marhamatini va yaxshiligini bayon qiladi. Ularning dushmanlari ularga qarshi birlashib, ittifoqdosh bo'lib qo'shin boshlab kelgan deyli, Allah ularni chekindirdi ve mağlup kıldı. O Xandak urushi bo'lgan yil edi. İşençlik ve meşhur rivayetga asoslanganda bu urush Hijriyaning 5-yili Şevval oyida yuz bergan. Musa ibn Uqba ve boshqalar bu urush Hijriyaning 4-yili bo'lgan dedi. İttifoqdosh qo'shinning kelish sababi mundaq edi. Payg'ambar alayhissalom Madinadan Xaybarga haydab chiqarayotgan Bani Nazir qabilasining Yahudilarining oqsoqollaridan Salam ibni Abu Haqiq, Salam ibni Mushkim ve Kanana ibni Rabi qatorliqlarni o'z ichiga olgan bir qancha nafar kishi Makkaga bordi.
ular Quraysh qabilasining oqsoqollari bilan ko'rishib, ularni payg'ambar alayhisalom qarshi urush qilishga kuch kiritdi. Ularga o'zlarining yordam va madad beradiganligiga va'da qildi. Qurayshning oqsoqollari uni qabul qildi. Ondan bu Yahudilar G'atafon qabilasiga berib, ularni urushga chaqirdi. Ularmu Yahudilarning bu taklifini qabul qildi. Quraysh qabilasi o'zining ittifoqdoshlari va uningga ergashgan kishilar bilan Abu Sufyan Sahir ibn Hazimning qo'mondonligida G'atafon qabilasi Uyayna ibn Hasanning qo'mondonligida urushga otlandi. Ularning hammasi 10 ming atrofidagi odamdan tarkib topgan cho'ng bir qo'shin edi. Payg'ambar alayhisalom ularning yurish qilganligini anglab, musulmonlarni Madinaning atrofiga sharqni bo'ylab Xandaq qizishga buyurdi. Bu Salman Farisi radhiyallohu anhuning ko'rsatmasi bo'yicha bo'lgan edi. Musulmonlar ishga kirishib jafoliq ishildi. Payg'ambar alayhisalom ular bilan birga to'p to'shidi. Xandaq qazdi. Payg'ambar alayhisalomning Xandaq qazishida ro'shan mo'jizalar, ochiq dalil paketlar ko'rilgan edi. Mushriklar kelib Madinaning sharq tarafiga Uhud tog'iga yaqin bir yerga tushdi. Ulardan bir turkum qo'shin Madinaning yuqori tarafidagi yerlarga tushdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan edi. Ayni vaqtda ular yuqori tarafinglardanmi hujum qilib, to'van tarafinglardanmi kelgan edi. Payg'ambar alayhisalom musulmonlarni boshlab chiqdi. Ularning soni 3000 ga yaqin edi. Ba'zi rivoyatlarda 700 kishimi deyilgan. Ular oqsini sal'iy tarafga, oldini dushman tarafga qilib o'rinlashdi. Qizilgan Xandaqda suv yo'q bo'lib, u Xandaq ular bilan dushmanlarning orliqida edi. Xandaq dushmanning otliq va piyoda qismlarining ularga hujum qilishini to'sab turadi. Payg'ambar alayhisalom ayollar va ballani Madinaning qo'rg'onlariga o'rinlashtirdi. Banu Qurayda Yahudilarning bir qabila bo'lib, ularning Madinaning sharqida sepili bor edi. Ular bilan Payg'ambar alayhisalom o'tirsida bir-birini qo'g'dash ahdnomasi bor edi. Ularning qo'shinida 800 ga yaqin jangchi bor edi. Huyay ibn Axtab Nazari mushriklarning yiniga bordi. Ular bilan davomli suhbat o'tkazishi natijasida ular ahdnomini buzib, Payg'ambar alayhisalomga qarshi ittifoqdosh qo'shin bilan til biriktirib oldi. Ish cho'ng'ib, vaziyat keskinlashdi va intayin qiyin bir holat shakllandi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: bu yerda mu'minlar sinalgan va beshiga kelgan kunning qattiqligidan go'yo ularni yer silkigandek qattiq tavrinishga uchirgan edi. İttifoqdosh qo'shin Payg'ambar alayhisalom va uning sahobalarini taxminan bir oy muhosiraga oldi. Lekin ular hujum qilishga petin olmadi. Ikki taraf o'rtasida urushmi bo'lmadi. Faqat Amr ibn Abdi Uddi Amir atqa mindi. U jahiliye davrida mashhur yuraklik chavandozlardan edi. Onun bilan birga atliqlarni atlag'i mindida Xandaqdan atlab o'tib musulmonlarning bir chetiga yetib keldi. Payg'ambar alayhisalom atliq musulmonlarni uningga qarshi avatdi. Payg'ambar alayhisalom Ali radhiyallohu anhuni amrini o'ltirishga buyurdi. Ali uning oldiga chiqdi. U ikkisi bir mahal elishdi. Ondan Ali uni o'ltirdi. Bu g'alabining belgisi bo'lib qoldi. Ondan Alloh taolo ittifoqdosh qo'shinga qarshi qattiq va kuchli bo'ronni avatdi. Bo'ron ularning chidir bargohlari, o'choq, qozon qo'mushlari va turalg'i joylarining hech nimasini qoldirmay uchirib ketdi. Ular
ümitsizlangan, rasvo bo'lgan holda chekinib ketishdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ey mu'minlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. O'z vaqtida ustinglarga kuffarlardan uyushgan urushchi qo'shin kelgan edi. Biz ularga qarshi bo'ron avatdik. Mujahid u kun chiqish tarafdan chiqqan bo'rondir dedi. Uni tövendeki hadis ta'kidlaydi. Men sharq bo'rini bilan yordam berildim. Ad qavmi g'arb bo'rini bilan halok qilindi. Sizlarga ko'rinmaydigan qo'shin avatdik. Ular farishtalar bo'lib, ittifoqdosh qo'shin qattiq tavrinish paydo qilib, dillarga aloqzodilik va qo'rqinchni soldi. Her kabilenin başlığı, ey palani avladı, yenime kelinglar dedi. Ola onun yenağı yığılattı. O özanlarını kutquzunlar dedi. Bundaq boluşu galip ve büyük Allah'ın ulanın dillerine alaqazadılikini sağanlık üçündür. İmam Müslim İbrahim Teymid'in onun atısının mundaq deganligini rivayet qiladi. Biz Hudayfa ibn Yaman radiyallahu anhu'nun yanında idik. Bir adam onunğa: "Agar men payg'ambar alayhisalomni tepib olgan bo'lsam, uning bilan elishib sinab baqatdim" dedi. Hudayfa onunğa: "Sen rastlı shunday qilamding" dedi. İttifoqdosh qo'shinga qarshi bo'ron chiqqan kechisi biz hakikaten Peygamber aleyhisselam bilen birga edik. Peygamber aleyhisselam bu kavmning ahvolidan xabar ilib keladigan birer adam yok mu? O kıyamet günü men bilen birga bo'ladi dedi. Bizden hiç kim cevap qilmadi. Ondan ikkinchi qitim, ondan uchinchi qitim o'xshash so'z takrorlandi. Ondan Peygamber aleyhisselam: "Ey Hudayfa, o'rningdan turg'in. Bizga bu qavmdan xabar ilib kelgan" dedi. Peygamber aleyhisselam meni ismim bilan chaqirganlik uchun mening o'rnimdan turmasligimga hech bir amalim yo'q edi. Peygamber aleyhisselam bu qavmning xabarini ilib kelgan, ularni mendan qo'rqitib etmagan dedi. Men issiq suvda mangandek minib ularning yeniga kelsam, Abu Sufyan dümbüsünü ot bilen isitqil turibdi. Bir tal o'q yarımga qo'ydim. Uni etib tashlamoqchi bo'ldim. Shu asnoda Peygamber aleyhisselamning ularni mendan qo'rqitib etmagan degan so'zni esladim. Agar uni otgan bo'lsam, albatta uni o'ldirgan bo'lardim. Ondan men issiq suvda mangandek menga Peygamber aleyhisselamning yeniga qaytib keldim. Ondan men bekar bulup o'rnimga o'rinlashib bo'lgan chaqda to'nglab ketganligimni bildimda Peygamber aleyhisselam xabar qildim. U menga ufchisig'i yepinib olgan, uningda namoz o'qiydigan tashqi yepinchisining ortiqini yugab qo'ydi. Men tong otqicha uxladim. Tong otgan chaqda Peygamber aleyhisselam: "Ey uyquchi, o'rningdan turg'in" dedi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Aynı vaqtda ular yuqori tarafinglardimi, ya'ni ittifoqdosh qo'shin tarafidanmi, tuvan tarafinglardimi hujum keldi. Hudayfa radiyallahu anhu'nun mazkur rivoyatiga asoslanganda tuvan tarafdan kelganlar Bani Qurayzadir. Bu chaqda ko'zinglar chekchiyib qolgan, yuraginglar og'zinglar qoplashib qolgan, ya'ni qattiq qo'rqib, huduqib ketganlikdan shundoq bo'lgan. Allah haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. İbn Jarir mundaq deydi: Peygamber aleyhisselam bilan birga bo'lgan kishilarning ba'zilari bu qitim mu'minlarni falokat bosadi. Allah bunu cho'qim shundoq qiladi deb gumon qildi. Muhammed ibn İshaq bu ayet hakkında mundaq dedi:
Mu'minlar har xil gumonda bo'ldi. Munofiqlik oshkor bo'lishga boshladi. Texi Amr ibn Avf jamoatining qarindishi Mu'tab ibn Qushayrimu Muhammad bizga Qisra va Qaysarning xazinalariga erishadiganligimizni va'da qilgan edi. Mana endi bizdan biri tarat sundurg'ili jur'at qila olmaydi o'tibotidi dedi. Hasan Basri Allah Taolaning Allah haqqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar degan oyat haqida mundaq dedi. Ular xilma-xil gumonlarda bo'ldi. Munofiqlar Muhammad va uning sahobalari taltüks yo'qtiladi degan gumonda bo'ldi. Mu'minlar Allah va Allohning payg'ambari va'da qilgan narsa haqdir. Mushriklar yomon ko'rgan taqdirdimi Allah o haqni barliq dinlar ustidan g'olib qiladi degan ishonchida bo'ldi. Ibn Abu Hatim Abu Sa'id radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Xandak urushi bo'lgan kuni biz ey Allohning payg'ambari haqiqatan yuraklarimiz eg'izlarimizga qoplashib qoldi. Biz digidek birer so'z bormi dedik payg'ambar alayhisalom. Allahumma astur awratina va ammin rawatina dangla dedi. Abu Sa'id Allah düşmanlariga qarshi bo'ron avatib, ularni bo'ron bilan mag'lub qildi dedi. Bu hadisni Imom Ahmad ibn Hanbal Abu Amr Aqdidan mushundaq rivoyat qildi. Alhamdulillah. Yuqorida Sura Ahzab tafsiridan 10-oyatgacha anladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.